qalbingdagi ozorni yashirishni o'rgan. Bolaligimda sen kabi juda sodda bo'lganman. Yoshim 8 dedi. U yerda yagona tulki men edim. Bir o'zim shunga qaramay, bir jama bo'lishni istardim. Tulki keldingmi? Tayyormisan? Qasamchi? Ha, ketdik. Kutilmaganda 10 panjangni ko'tar. Qasamyodni boshla. men tulki, ajir, oliyjanob, halol bo'lishiga so'z beraman. Bo'ldimi? Lekin sen tulkisan-ku. Nima? Nima uchun? Yo'q. Yo'q. Bizni tulkiga ishonadi desang, o'zing ovsar ekansan. Qarang, qochib ketdi. Sen yovvoyisan, yovvoyi maxluq. O'shanda ikkita xulosa chiqarganman. Birinchisi, hech qachon hech kimga zaifligimni ko'rsatmayman. Ikkinchisi, Hamma seni ayyor va shafqatsiz deb hisoblasa, undan boshqacha bo'la olmaysan. Afsus. lekin sen boshqachasan-ku.